Uchrashuv esa start olmoqda. O'ng qanotdagi bo'shliqqa to'p yetkazib berildi. Sunnatulloh Hamidjonov uzatmasi zarbaga aylanib ketdi. Darvozabondan seyf. Surxonni esa aytib o'tdim. Mana bu takror. Hamidjonov oldinga, Jumayev bir amallab o'tib ketdi. Keyinchalik pas, Dostonbek Tursunov, ajoyib harakatlar, zarba va to'p maydon tashqarisiga tepib yuborilmoqda. Va adashmasam Behruz Shaydolov sun'iy zarbani yo'llaganda Jumayevdan boshlandi barchasi. Tursunov. Yo'q, Behruz Shaydolov emas. Asilbek Jumayev to'pni qoldirib oldinga yurdi. To'p esa qarama-qarshi qanotga yetkazib berilmoqda. Tursunov zorba yo'lladi kutilmaganda Dostonbek. Qahramonov qanday o'ynadi? Keyingi harakat. Doriyev to'pga yetib boryapti. Biroz qizg'andi. Lyubcha Doriyev, Stanislav Andreyev zarbasi esa noaniq. Jumayev rikoshet orqali hozir Surxon o'yinchisi oldinga o'tib ketdi. Shu yerda bitta zlatni kerak edi, akrobatik deb yuboradigan. Bo'ldi. Ushbu 45 daqiqalik plus 1 daqiqa o'z nihoyasiga yetmoqda. 0-0 hisobi. Xavfli vaziyatlar juda ko'p bo'lmadi va shu sababli bor mahoratlarini futbolchilar ikkinchi taymda ko'rsatadi degan umiddamiz. Suraliyev yaxshi chiqib ketdi markazdan. Izzatov bilan birgalikda chap qanot Lepcha Doriyev o'zi zarba yo'lladi. Trayektoriya yomon emas. Muxlislar gol so'rashyapti. Va o'sha gol kiritilmoqda. Dmitriy Pletnyov. Qoyil. Porlash bo'ldi bu o'yinda. Sokin tempda o'tayotgan o'yinda mana shunday zarbalar buzib yuboradi. Surxonning rossiyalik legioneri hozir. Sobirov 1-2 qadam tashlab keyin sakradi va ulgura olmadi to'pga. Uning yaqin burchakka qo'ygan jonli devor ustidan to'pni tashladi. Dmitriy Pletnyov. Pletnyov, Dmitriy Shaydolov yaxshi, Abdurrahmonov. Hanuz to'p Abdurrahmonovda qoyil. Qanday fintlar va zarba yo'lladi. Muhammad Yusuf Sobirov. Taxminan 1-1,5 daqiqalar to'xtalish bo'ldi. Hakam inobatga olib qo'yapti. Keyinchalik kompensatsiya vaqti uchun Lyubcha Doriyev yaqinlashdi jarima maydoniga. Keyingi pasni aqlli tarzda amalga oshdi va gol! Sog'diyona hisobni tenglashtirmoqda. Ehsoniy Panshanbe bu tomonda ham legioner o'yinchi o'z nomini tabloga yozdirib qo'ymoqda. Ofsayd yo'q ekan Doriyevda. Surxon himoyachisi Behzod Shamsiyev bu yerda qolib ketgandi. Doriyevga qarang, qanday aqlli tarzda to'pni yetkazib berdi sherigiga. Oyoq orasidan o'tdi to'p. Chiroyli gollar. Birida aniq bir zarbaning mahsuli bo'lsa, hozir uzatma chiroyli bo'ldi. Stas ortdan chiqdi futbolchi. Sultonov adashmayotgan bo'lsam, Lyubcha Doriyevga yetkazib berdi. Doriyevning zarbasi. Pas bersa bo'lardi mana shu nuqtada Doriyev. Qahramonov bir o'zi turgandi. Hisob 1-1. Yaxshi, Jumayev. Zarba qaytarildi, keyingi urinish. Abdurrahmonov darvozani ishg'ol etmoqda, yana Surxonni oldinga olib chiqyapti. Muhammad Ali Abdurrahmonov bugun hujumda bir necha bor aytdim yolg'izlanib qolayotganda, ammo oxiri o'ziga taqdim etilgan imkoniyatdan foydalandi.
Jumayevning kuchli zarbasini Muhammad Yusuf Sobirov qaytardi. Qaytgan to'pda esa yana darvozaga to'g'rilab yubordi. Bu borada u Luis Kachori, Zoran Marushich hamda Abbos G'ulomovlar bilan tenglashib oldi. Doriyevgacha bitta gol qolyapti. Yaxshi zarba yo'llagan ekan Jumayev ham. Ildamroq harakat qilishlari mumkin edi. Mana bu nuqtaga e'tibor qaratilyapti. Ammo bu yerda to'p yetkazib berilgan o'yinchi Abdurahmonov ofsaydda emasdi. Keyingi zarbada Kuana kortda edi. To'liqligicha tekshirib chiqish kerak holatni. Gol inobatga olindi 2-1 Surxon oldinda. Sodiona qanotdan hujum. Doriyev bosh bilan zarba noaniq. Demak, Shaydolovdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketgan ekan. Kratkov yaxshi o'ynadi. Keyingi uzatma. Jumayev olib ketdi to'pni. Jumayevning zarbasi Muhammad Yusuf Sobirovdan seyv. Mana qarang. Abdug'afur hozir asabiylashyapti. Biroq biroz oldinga chiqib ketgan. O'ng qanotdan Mustafa Qulovning pasi, himoyachilar ulgurishdi. Doriyevning zarbasi qaytarilyapti. Keyingi urinish Artyom Potapovdan seyv. Himoyachilar baribir xavfli jarima maydoni ichida. Mana nega qiynaldi Artyom Potapov? Chunki uning nigohi to'sib qolingandi. Kuchli zarbasi bosh bilan urinish amalga oshirildi. Hadaf tomonidan noaniq. Surxon Andijonga qarshi o'ynaydi keyingi turda. Hozir 90+13-daqiqa o'tyapti. Gol uchrashuv nihoyasiga yetdi. Surxon o'z uyida navbatdagi g'alabani qo'lga kiritmoqda. Yordamchi murabbiyimiz Stoislav Kudrashov